Assalomu alaykum o'rtoqlar. Efirda yana men Muhiddin Zaynovning sizlar bilan. Xullas, Qrim Respublikasi Yaltadamiz. Nasral akam bilan yana birlamiz. Bugun kunga shanba. Xullas, ertaman akam bilan uchrashdik. Kvartirasiga keldim. Uyda ekan, yuring bir aylanamiz deb hozir nima Lastishniy Gnezdo degan yeri bor ekan. Xullas 10 ta negir bolasi, hali negirlar tepadan tashlagan yer. Shuni tomosha qilamiz deb akam bilan keldik. Endi u pastlikda ekan, yarasak zinalardan tushib boramiz. Hozircha bir nima deyishimiz qiyin, aka. Eplasak bor ashillarni ko'ramiz. Akam bilan birlamiz. Mana bizni toychoq buzilmay, bizni olib borib kelib turayotgan mashinamiz mana shu toychog'imiz. Qani endi nima qildik? Ketdikmi Mansur aka? Qani bo'lmasa bir tomosha qilamiz borib. Xullas, Lastishniy Gnezdosi ash tarafda. Mashinani o'sha yerga parkovka qildik. Endi sekin zinani oqtarib ketyapmiz. Ana oldimda Mansur akam. Ну, я сразу сказал. Есть букет на медали. Это домашнее вино. Не надо, брат, вот это делать. Ana sekin tushib ketyapmiz. Mansur aka, keyin men so'ymasangiz bo'ldi, nimcha uzoq bu Lastishniy Gnezdoyin deb. Hozir eshitmamas, qaytib chiqish bilinadi balandlikka. Mansur akam sal balansrovkasi ketib qopti. Razval sxождение qilish kerak shekilli. Shashilishmi aka? Yugurtiryaptimi pastlik? Hozir to'g'ri olib bor aka. Balansrovka razval sxождениялaringizni sal to'g'rilamasak balon yedigan bo'lib qopti. Ha, nima bo'ldingiz aka? Xullas, Lastishniy Gnezdoga yetib keldik. Lekin charchadik zinalardan tushib kelib. Endi u yog'i pulli shekilli-ku. Bilamiz. Akam jinday dam olsin-chi. Ha, Mansur aka, shapkani qo'yib o'tirsangiz 3-4 so'm pulga ham ishlab olasiz. Endi ko'rsataman-da kunini-dek. Mana shu aytilgan Lastishniy Gnezdo. Şurada tın alayım da.
Mana mashina haligi nima 1600 so'mlik bilet kema. Mashinalarda aylantirib ketadi. Ana Mansur akam uydagilar bilan gaplashyapti. U qo'lida qo'g'irchog'ingizni ko'rsatib qo'ying. 1000 so'm aka ash qo'g'irchoq, nevaram uchun 2000 ga bo'lsa ham olaman deb mash qo'g'irchoqni oldi. Mansur akam. Xullas lastishni gnezdo ko'ramiz deb gnezdoyimiz chiqib qolay deyapti. Jinday tamalmasak. Hop. Tushib keldik pastlikka. Endi yana tepalikka ko'tarilamiz deb charchab qolyapmiz. Ikkita Cholboboy. Sekin yana mashhur nima mashina qo'ygan mestamizga qarab chiqib ketyapmiz. Mana akam nevarasiga zo'r qo'g'irchoq oldi. 1000 so'm desa sha 2000 beribdi. Mana nevaram uchun pul tortishmayman deb. Xullas shunaqa gaplar. Gnezdoni ko'rdik. Endi sekin gnezdo bo'lib chiqib ketyapmiz. Tepaga qarab. Oh. Va nihoyat stankaga ham chiqib keldik. Oyoqlarim og'rib ketdi. Mansur aka. Mansur aka, chiqayotganim olmaysizmi deyapti. Mana Mansur aka chiqib kelyapti. Qo'lingizda qo'g'irchoq. Bekarga lastishni gnezdoga boramiz demagan ekan. Spesalniy mashina ashetdan olaman degan ekanda, nevarasi uchun. Boshqa yerdan qo'g'irchoq olmayman. Shu ashetdan olaman degan ekan. Xullas charchadik. Mana hozir biz borgan yer. Mana ular videoga olishyapti. Shuna ko'rinib turibdi. Kirallarning u yog'i. Ashetdan chiqib kelyapmiz. Xullas shu bilan Gnezdoga bo'lgan sayohatimiz nihoyasiga yetdi. Endi iloji bo'lsa hozir vaqtimiz bo'lsa dengizga borib bir dengiz tomosha qilamiz. Agar Mansur akam dengizi chiqib qolmagan bo'lsa. Boraveramiz. Bo'ldi, do'mlidan chiqib. Hech qilib u yerda ham qo'g'irchoq olaman deb kuydirmasangiz bo'ldi. Eri ham bormi? Bo'lsa olaman. Xullas shunaqa gaplar o'rtalar. Asl huzur bilan sayohat keldik. Ana Allohga shukr. Unchalik emas ekan shu chiqishimiz jinday qiynaldik. Buni qilgan odamlar albatta kelinglar, kelmaganlar. Kelganlarga yana kelinglar. O'yinki haqiqatan tomosha qiladigan yerlar ekan. Kamiga sog'lig'inglarga, boshqalarga, hamma yog'inglarga bir foydasi bor. Juda ham katta bir zo'r narsalar bor ekan. Allohning qudrati bir juda ham yaxshi joylar. Xullas maza qildingizmi? Ha, kelmaganlar kelib dam olib ketinglar. Kelganlar yana kelinglar. Omadinglarni bersin Alloh hamisha hammani. Mayli o'rtoqlar, yana ko'rishguncha.